Uzbek! Uzbek! Baribir oy arqi FF jamoasini qo'llab kelishdi va o'zlari uchun erta ikkita kirishlar olishni moslashmoqda. Manchester urish kerak. O'yinchi qoldi. Bo'ldi. O'z qanotini komplektiga tozalab olyapti. To'y bergan o'yinchi ko'tarilayotgan bir paytda ikkinchisini Ragnarok holatga keltirdi. Jimini cho'ntagiga mana bir qo'y solib qo'ydi granatani. Birinchisi qismini o'zgartirib olishga muvaffaq bo'ldi va Ramzan hozir yana bitta nok berishi mumkin. Ikki o'yinchilar. David Hakkoy tomonidan birinchi kill bo'lishi mumkin. Kartdagi Hakkoydan navbatdagi va ajoyib to'plar. Qancha boshlovchilar. Haqiqatda shu ekanligini ko'rsatib qo'yish